Pushaymonman qilgan qilmishimdan hammalaringizdan kechirim so'rayman. Jizzaxda erkak o'z tug'ilgan kunida ayoli tomonidan o'ldirildi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu voqeaga er va xotin o'rtasidagi doimiy janjallar sabab bo'lgani aytilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, voqea ro'y bergan kuni marhumning tug'ilgan kuni bo'lgan va barcha qarindoshlar yig'ilishib mehmondorchilik qilishadi. Hamma qarindoshlar uylariga ketganidan so'ng er va xotin o'rtasida kelishmovchilik boshlanadi. Keyin esa ayol turmush o'rtog'i mast holatda uxlab qolganligidan foydalanib, erini ro'mol hamda ip bilan bog'laydi. Yostiq bilan uning yuzini berkitadi. So'ng esa shafqatsiz harakatlarni davom ettirib turmush o'rtog'ini Nexia mashinasiga o'tkazib, yoqib yuboradi. Erkak esa o'z tug'ilgan kunida og'ir jarohatlar sabab vafot etadi. Marhamat, jabrlanuvchi. Kimlar keldi? Oldiniga tukka soldi. Butilka bilan urib, betlariga, og'izlariga tiqib qiynagandan keyin, undan keyin yostiq bilan, ro'mol bilan yana kamiga birovning shaxsiy binosi mashinasiga olib chiqib yoqqan. Lekin men o'z-o'zini qilmadim deb bo'lishdi. Avvaldan 8 yil davomida menga har xil qiynoq qo'lladi o'zi ham. Xiyonat ham qildi, begona ayollar bilan yurdi. O'zimni o'ldiray desam, 3 ta balamga rahmim keldi. Chunki balalarim dadasidan ko'ra ko'proq menga suyanib qolgandi. O'zimni oqlamoqchi emasman. To'g'ri aybdorman. Ushbu qotillik voqeasi erkakni qabrga, ayolni esa panjara ortiga yetakladi. 3 ta 4 ta jo'ralarni italab, ichib yana janjal, g'urbat, o'shandan keyin yana boshlandi. 8 yil yashagan bo'lsam, men baxtli yasha olmadim-da. O'g'li aytayapti. Men uxlayotgandim, dadamning ovozidan uyg'onib ketdim. "Apajon, qutqaring, apajon" deb baqirgan ovozini eshitdim dadamning. Dadamni ayam o'ldiribdi. Bunaqa ayam menga kerak emas deyapti o'g'li ham. 20 yil ham kam bunga. Ayol sud majlisida qilgan ishidan pushaymonligini, eri unga doimiy ravishda qo'pol munosabatda bo'lib kelganligini aytadi. Iltimosim, farzandlarimni ota-onam qaramog'iga o'tkazib berishlaringizni so'rayman. Bilmayman nima maqsadda, lekin balalarim mendan voz kechmaydi. Sud hukm qildi. Sudlanuvchi ayol Jinoyatlar majmuiy tariqasida tayinlangan har xil turdagi jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan sudlanuvchiga o'tash uchun 13 yil 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazo umumiy tartibli koloniyalarda o'taltirilsin. umr xazon bo'ldi. Eng e'tiborlisi, o'rtada qolgan farzandlar bir umrga otasidan, ma'lum bir muddatga esa onasidan ayrildi. Xulosa qiling.